O'zini qiynab, o'rgangisi kelmayotganlar uchun bugun sizlarga sodda strategiyani ko'rsatib beraman. Bu videoyimizni atiga bitta dona svecha kerak. Unda ham kulli svecha olamiz. Ko'rib turganingizdek xuddi shunaqa model qidiramiz. Ya'ni men bu kulli svecha, ya'ni aytaman, kulli svechani misol uchun men maksimum hayni siv qilib, ya'ni soya bilan yopilsa, o'sha bu degan juda katta ehtimol bilan o'sha keyingi svecha, ya'ni men o'sha kunga siv qilgan svechani minimumgacha yuradi. Endi xuddi shunaqa men 1 soat edi yoki 1 soat 15 minutga xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Hemen siz bo'lishini kutamiz. İmam bitta imbalansdan o'zi silga qarasak bo'ladi. Endi realniy grafikda qaraydigan bo'lsam, men aytib ko'rsatib qo'yganman. Xuddi shunaqa men svechani maksimum buzgandan keyin yo'l ko'ramiz, narx men milliongacha kelgan mana. Yili 3 kunda kelgan ekan. 1 soatlik uchamiz, entry'ni ko'ramiz. Mana kechagi kunning maksimumi va imbalansdan mana. Imashdan o'zi sel qilsak bo'ladi. Bemalol 1 ga 2, 1 ga 3 chiqib ketsa bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammaga xayr, hammaga omad.